Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ajdodlar. Siz Faxriddin Murtazoyev kanalidasiz. Faxriddin Murtazoyev kanali sayohat qiladigan, sayr qiladigan va shunga chorlaydigan kanal. Bugungi videomiz, bugungi sayohatimiz bir so'z bilan ta'riflaganda buyuk allomalarga beshik bo'lgan yurt Buxoroyi Sharifga bo'ladi. Nasib bo'lsa, Buxoroyi Sharifga tashrifimiz Sofiy osh haqida va Buxoroning shunaqangi milliy taomlari haqida. Video boshida muhim eslatma, bizning eng yaqin axborot hamkorimiz G'allorol Telegram kanali. Bizni homiyimiz esa Bakovul choyxonalar tarmog'i. Xo'p, bu yerga qanday kelish mumkin, qayerdan kelish mumkin va qanchaga kelish mumkin? Hammasini bir boshidan batafsil tushuntiramiz. Marhamat, videoni boshlaymiz. Qadrli YouTube obunachilarim, sayohatchilarim, ming bor uzr so'rayman. Oxirgi marta avgust oyida Chustga sayohat qilgan ekanman. Mana kuch to'plab, reja tuzib, nasib bo'lsa bugungi sayohatimiz Buxoroyi Sharifga, Osh Sofiyga. Uzoqlashmaymiz, ekrandan kuzatib boramiz. Sayohatimiz boshlanish nuqtasi G'allorol tumani Jonajon mahallam Sarbozor mahalla fuqarolar yig'ini M30 trassasidan bo'ladi. Bu tarafimiz Toshkent vodiy taraf. Xo'p, nar tarafimiz Voha taraf. Nar tarafga o'tamiz va mana shu G'alloroldan Samarqandga, Cho'ponotaga yoki Ulug'bekgacha bilamiz. G'alloroldan Samarqand Cho'ponotadagi avtostansiyaga keldik. Yo'l puli narxi 25 ming so'm bo'ldi. Bu yerdan Buxorogacha avtobus surishtiramiz, ko'ramiz. Topilsak shunda ketamiz. Samarqand avtovokzalidan Buxoro tarafga yo'l oldik. Yo'l puli narxi 80 ming so'm. Sayohatimiz davom etadi. Samarqand Cho'ponotadan Buxoro Karvonbozor degan joyga keldi avtobus. Oxirgi manzil shu yer ekan. Sal bu yoqqa piyoda yurdimda Yandex taksi chaqirdim. Hozir Buxoroda tun. Hozir boradigan joy yo'q va o'sha internetdan, OLXdan mehmonxona izlab ko'rdim. Mehmonxona bir kechaga 100 ming so'm mehmonxona topdim. Gaplashdim mehmonxona bilan, hozir o'sha taksida mehmonxonagacha boramiz. Qadimiy Buxoro. Eski shahar degan shu bo'lsa kerak. Boyagi avtobusdan tushib qolgan joyimdan shu yergacha Yandex taksi puli 9 ming so'm bo'ldi. Yarim tunda Buxoroga Sharifga yetib keldik. Eson-omon mehmonxonaga joylashdik. Ekraningizda tungi Buxoro. Menimcha maza qilmayapti. Nasib bo'lsa kunduz kuni harakat qilamiz video olishga, ma'lumotlar berishga. Hurmatli obunachilar, OLXdan toza ozoda, zakis qog'ozsiz qo'yilmaydigan mehmonxona topdim. Yo'lga yaqin joyga joylashdim. Sharoitlarni tushuntirib ko'rsatib o'taman. Mehmonxona narxi bir kechaga, bir kishiga 100 ming so'mga behaqa o'zbekchalik ko'ndirdik. Mehmonxonaga kirish qismi. Registratsiya. Bu esa hovli. Past oshxona, tepada ham xonalar, tepada esa ayvon terrasa. Bu esa biz tunab qoladigan mehmonxonaning bitta mo'jazgina, shinamgina xonasi. Bu yerda 2 kishilik karavot, dekorativniy shkaf, milliy hunarmandchilik namunasi, televizor, smart. Bu taraf esa sanuzel, shartlamas oxirgacha olish. Buxoro Arkining yonida turib taksi chaqirdik. Taksimiz narxi shu yerdan Zippalov restoranigacha 9 ming so'm ko'rsatmoqda.
Sardor kal. Qani davr. Meni ham kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bosib, kommentariy yozib, faol bo'lsalaringiz, tez kunda ajab emas, mening ham rasmim shu yerdan joy olishiga. Narxlar bilan tanishamiz. Osh sofiy 07 bo'lsa 40 ming so'm ekan, bitta butun bo'lsa 43 ming so'm ekan. Samarqand chiziq osh 43 ming so'm. Hop, bedan tuxum qo'shilsangiz bir donasi 2 ming so'm. Qo'shimcha 50 gramm go'sht 13 ming so'm, qazi 10 ming so'm va dumba 13. Ko'ribsizlar. Hop, xalisa 35 ming so'm. Narx bilan tanishqinsizlar. Va nihoyat osh sofiy yetib keldi. Osh sofiy, ya'ni Buxorocha haqiqiy osh degani. Xo'p, xonlar, amirlar, podshohlar tatib ko'rgan, tanovul qilgan taom. Bizga ham tatib ko'rish nasib qildi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Tatib ko'rishingiz bilan o'zgacha uslubda pishirilgani, yengil taomligi, parhezbob taomligi bilinadi. Barchani taklif qilamiz. Buxoroning yana bir mashhur taomlaridan halim ham buyurtma qilganmiz. Osh halim Buxoroniki, ishtahi esa g'allar oldiga boshladik. Kelishga, tatib ko'rishga arziydigan taom. Sizlarga savol: men sofiy osh uchun, xalisa uchun Jizzaxdan Buxoroga keldim. Siz-chi, Buxoroga kelgan bo'larmidingiz? Albatta javobini kommentariyada yozib qoldiring. Alhamdulillah, maqtaganchalik ajoyib taom ekan, ajoyib osh ekan. Osh markazi sohiblariga, oshpazlarimizga o'zimizni rahmatimizni, minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning yaratgan ekan Parvardigorim, yo Robbim, yo Robbil alamin.
mo'min banda qatorida yaratganingga, yedirtirganingga o'zingga behisob shukrlar bo'lsin, behisob hamd va sanolar bo'lsin. Alhamdulillah robbil alamin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Alhamdulillah. Barchani kutib qolamiz. Buxorolik akalarimiz nafaqat qo'lgul oshpazi, balki ajoyib mehmondo'st inson ekan. Zuppalov osh markazi sohiblari meni yeb ichganimdan, iste'mol qilgan taomlardan bir so'm pul olishmadi. Nima deymiz? Allohim mana shu yerda ishlayotgan akalarimizni, mana shu yerda sohiblarining topganlariga, kasbkorlarga baraka beraversin. Sayohatimiz davom etadi. Kechasi aynan mana shu joyga, Karvon bozor degan joyga tushib qolganman. Hurmatli obunachilar, menimcha bu yer lokatsiya shart emas. Buxoro Karvon bozor desangiz yoki Toshkent bitakmi, Samarqand bitakmi desangiz hamma biladi. Bu taraf esa Samarqand, Toshkent, Jizzax. Uch tarafli yo'li. Yo'ldan o'tamiz. Bu yog'i Allohga tavakkal. Ko'ramiz. Yo'l-yo'lakay to'g'ri kelganiga minib ketaveramiz. Buxoro avtoshoh bekati o'sha Karvon bozori yo'l bu tarafida. Avtobuslar zo'r, Alcafort kompaniya avtobuslar zo'r, lekin ammo ertangacha to'lib bo'lgan avtobuslar. Avtobusga joy yo'q, vaqt va pul. Endi mana shu yerdan tunneldan chiqib turibman. Popotni Toshkentga deb, xullas Toshkent Jizzax. Taksilar 250, 200 deb yuboryapti, 150 deb yuboryapti. Endi nasib harakat qilamiz Popotga ketishga. Buxorodan Ulug'bekgacha yo'l pul narxi 90 ming so'm bo'ldi. Tuman juda ham qalin tuman. Shopirlarning joniga to'zim bersin. Va nihoyat Ulug'bekdan G'allarolgacha eson-omon kelib oldik. Yo'l puli narxlari 25 ming so'm bo'ldi. Videoni shu yerda yakunlaymiz. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, sayr qiling, sayohat qiling.